Assalomu alaykum hammaga. Mani YouTube kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan qanaqa qilib listeningdan yuqori ball olish haqida gaplashamiz. Men o'zim 2 marta IELTS topshirganman. Birinchisida 7 chiqqan, ikkinchisida 8 va ikkalasida ham listening natijam 8,5 bo'lgan. Xo'p, undan tashqari men American Consuls hamda British Consulslarda ishlaganman. Ish ko'rsatganman u yerda. Hamda hozir Yevropada talabaman. Xo'p, nimaga IELTSda, ya'ni listening va reading juda ham katta rol o'ynaydi desak, ayniqsa listening, chunki listening bu test based hisoblanadi. Ya'ni qancha ko'p test practice qilsangiz, shuncha listeningiz oshadi va uni ko'tarish ancha osonroq. Chem masalan writing yoki speakingga taqqosladigan bo'lsak, chunki speakingda yoki writingda sizga to'g'ri topik bo'lishi kerak, to'g'ri inson bo'lishi kerak va human based bo'lgani uchun. Listeningda siz ko'proq practice qilsangiz, shuncha ko'proq o'sadi. Ya'ni qancha input bersangiz, shuncha output olasiz. Va uzoq so'z o'tirmaymiz, videoni boshlaymiz. Xo'p, birinchi strategiyaga keladigan bo'lsak, bu nima deb so'rashingiz mumkin? Bu listening ishlab bo'lgandan keyin, full practice ishlab bo'lgandan keyin, butunlay hamma tekstni va hamma practice'ni analiz qilish. Mani o'zimda ham bu narsa ko'p bo'lgan. Ishlab bo'lgandan keyin listeningni prosta to'g'ri javoblarga galочка, noto'g'risida krestik qo'yib, keyingi practice'ga o'tishga menda nima deydi, urj bo'lardi, lekin bu narsa xato. Nimaga desangiz, chunki siz analiz qilmasangiz xatolaringizni va testingizni siz progressni ko'ra olmaysiz va qayerda xato qilayotganingizni patternni nima deydi, recognize qila olmaysiz. O'shaning uchun nima qilish kerak? Birinchi navbatda listening ishlab bo'lganingizdan keyin siz uni xatolaringizni ko'rib chiqasiz. Xatolaringizni ko'rganingizdan keyin qaraysiz, qaysi savollarda juda ham ko'p xato qildingiz. Masalan, spellingda xato qildingizmi yoki verb yoki nounda xato qildingizmi, qanaqa qilib eshitmay qoldingizmi yoki fokusingiz kam bo'ldimi? Shunaqa qilib har bitta xatoingizni mayda-mayda steplarga bo'lib, o'sha steplarni to'g'rilashga harakat qilasiz. Meni o'zimda juda ham ko'p xato nimada bo'lardi? Ismlarni spellingida ko'p xato qilardim. Masalan, A, B, C, D mana shunga o'xshatgan spell qilgan payti men xato qilib yozib qo'yardim va o'sha narsa meni birinchi part 1 ni o'zida o'sha ballimni kamaytirardi. Masalan, 9 ta topardim, 10 ta topishim kerak bo'lgan narsadan. O'shanaqa qilib men nima qildim? Men boshqatdan alfavitni yaxshiroq o'rganish uchun alfavitni o'rgandim. Qanaqa qilib, prosta YouTube'ga kirdim, English alfabet deganini yozdim va chiqqan audioni qulog'imda eshitib, prosta o'zimga o'zim qaytarib yurdim. Har bitta harf qanaqa talaffuz qilinishini yaxshiroq bilish uchun. Va bu narsa bir hafta, 2 haftadan keyin birdaniga meni spellingdagi xatolarning kamayishiga olib keldi va bu narsa juda ham katta yordam berdi menga. Siz ham aynan xuddi shunaqa qilib analiz qiling listeningizni va qaysi xatolarni ko'p qilyapsiz. O'sha narsani yaxshilab analiz qilganingizdan keyin qarab chiqing. Qanday qilib siz uni treat qilsangiz bo'ladi? Qanday qilib siz uni hal qilsangiz bo'ladi? Qanaqa yo'l bilan? Ozgina kreativni qo'shing va bilmadim, xohlasangiz ChatGPTdan so'rab ko'ring, qanaqa qilib shu narsani yaxshilasam bo'ladi, maslahat berdi. Full analiz orqasidan xatolaringizni bilasiz. Va bu aytganimdek, listeningni oshirish juda ham muhim va bilmadim, kimga qanaqa, lekin ko'pchiligi bu osonroq listeningni oshirish chem reading yoki boshqa partdan ko'ra. O'shaning uchun listeningda maksimal ballni olish kerak. Xo'p, ikkinchi maslahatga keladigan bo'lsak, bu nima desangiz, bu skript yozish. Xo'p, birinchi navbatda qaraymiz. Skript nima degan bo'lsa, skript bu masalan audio formatda tekst formatiga o'tkazilgan narsa. Yozuv yoki ssenariy desa bo'ladi. Kimdir ishlagan bo'lsangiz, agar listening ishlayotgan paytingiz listeningni audiosi bor, uni ishlab bo'lganingizdan keyin uni tekshirish uchun Cambridge kitobning orqasida skripti berilgan bo'ladi. Tekst yozilgan formati. Xo'p, bizning vazifamiz nimada bo'ladi? Bizning vazifamiz BBC nimani YouTube'ga kiramiz va BBC deb type qilamiz. Undan keyin BBC ma'lumotlar bo'ladi. Masalan, har xil BBC News bo'lishi mumkin yoki BBC Learn English bo'lishi mumkin. O'sha Learn Englishga kirib, ular har xil mavzular haqida gaplashishadi. Bizning vazifamiz nimada? Yoki kompyuterda yoki qog'ozda olib o'sha skriptda nima yozilgan, audio nima deyotgan bo'lsa, o'shani qog'ozga yozish yoki kompyuterda bironta Word yoki Google Documentsga yozib borish. O'shani qilib ishlagan paytimiz bizga nima bo'ladi? Bizning miyamiz ingliz tilini, ya'ni qabul qilib audioni uni tekst sifatida yozishga yordam beradi. Ya'ni ingliz tili rechni recognize qilishiga ancha yordam beradi. Bu narsa listeningizni ancha oshiradi, chunki siz audio bilan ishlashni boshlaysiz, audioni tekst formatiga o'tkazishni o'rganasiz. Va shunaqa qilib siz listeningizni oshirsangiz bo'ladi. Hamma YouTube'dagi videolar ham, hamma audiolar ham bu narsaga to'g'ri kelmaydi. Nimaga desangiz, IELTS listening ko'pincha bu British accentda bo'ladi va siz ham British accentli rechlarga o'rganishingiz kerak bo'ladi. O'shaning uchun men BBCni tavsiya qilaman. Men o'zim ham BBCdan o'rganganman.
Bu narsani ko'p qilishi shart emas. Bilmadim, o'zizga qarang. Men masalan 1 oy, 2 oy qilganman va menga yetarlicha bo'lgan. Ko'p qilganman bu narsani. Masalan, bir kunda 2-3 ta 6-7 minutli videolarni prosta yozib chiqardim. Qalamda, daftarimda yozib chiqardim va xato qilasiz, boshqa narsa qilasiz. Bu absolyutno normal holat. Chunki men o'zim ham ko'p xato qilardim va ko'pincha даже uni tekshirmasdim xatolarini. Prosta ko'z yugurtirib chiqardim, skanning qilib va bo'ldi. Unaqa mukkasidan ketib xatolarini sinchiklab tekshirmaganman. Chunki asosiy maqsad bu mashqdan nima desangiz, bu prosta o'sha ingliz tili rech bilan, britanskiy aksent bilan ishlashni o'rganish. Va bu narsa prosta foundation deb hisoblang. Bu sizga listeningizga o'shaning uchun yordam beradi. Umid qilaman, bu ham sizga yaxshi discovery bo'ldi. Darvoqe, sizni qulayligingiz uchun men BBC Learn English YouTube kanalini opisiyaga qoldiraman. Siz bu yerda o'tib, o'zingizga yoqqan videoni olib, uni skriptini yozishingiz uchun. Qanunda videoni davom ettiramiz. Xo'p, 3-chi va oxirgi maslahatga keladigan bo'lsak, bu nimadan iborat? Bu imtihoningizga 1 oy yoki 2 oy avval qolgan payti uni ko'proq bajarishingizni maslahat beraman va bu narsa audioni, ya'ni listeningni oddiy 1x tezlikda emas, 1.25 tezlikda eshitish. Nimaga desangiz, bu narsa listeningizni oshirishga yordam beradi, chunki tezroq audio miyani tezroq ishlashiga yordam beradi va qancha ko'p tez audio bilan ishlasangiz, miya shuncha ingliz tili rechini tezroq tushunadi. Va shunaqa qilib haqiqiy listeningga imtihon kirgan paytingiz u 1.25 bo'lmaydi-yu, tezligi 1 bo'ladi. Va sizni miyangiz uchun bu ancha osonroq bo'ladi, chunki siz bungacha 1.25 ta ishlab yaxshi topgan bo'lsangiz, agar testda bu juda ham oson bo'ladi sizga. O'shaning uchun mana shu narsani qilib ko'ring va ayniqsa imtihoningizdan bir oy yoki 2 hafta avval qolgan payti uni 1.5x ga yoki bo'lmasa agar juda ham megamind bo'lsangiz 2x da eshitib ko'ring. Bu juda ham katta yordam beradi. Boshida juda ham qiyin bo'ladi, juda ham ko'p xato qilasiz. Bu absolyutno normal va tabiiy holat. Siz prosta protsesga ishonib, dalishda davom etishingiz kerak. Shunaqa qilib siz listeningizni oshira olasiz va oson. Agar 1.5 da yoki 2 yoki 1.5 da eshitayotgan vaqtingiz 30 ta topsangiz ham bu haqiqiy realda siz ancha yaxshi topasiz degani, kamida 36 ta yoki 30 ta topasiz degani. Chunki miyangiz aynan o'sha tezlikka o'rganib qolgan bo'ladi va haqiqiy imtihonda bu juda ham easy peasy bo'ladi aytganimdek. Juda ko'p meni tanishlarim hamda o'zim ham shu narsani qilganman va men o'zimga juda ham katta yordam bergan va aytganimdek 2 marta topshirganman IELTS va kelasida ham 8.5 chiqqan. O'shaning uchun umid qilaman sizlarga ham bu ishlaydi va sizlarga ham bu metod yoqadi. Video rekord qiladigan paytim yana bitta tip esimga keldi va shu bilan ham siz bilan bo'lishmoqchiman. Bu qanaqa tip desangiz, bu answerlarni predict qilish. Masalan, listeningni part 1 da oladigan bo'lsak, part 1 da 10 ta savol bo'ladi va ko'p open space bo'ladi, ya'ni ochiq savollar bo'ladi. Va o'sha payti boshlanishdan avval sizga 30 soniya yoki shunga o'xshaydigan vaqt beradi. Siz prosta analiz qilib tekstni keywordlar qilishingiz uchun. Keyword qiladigan paytingiz yana bitta narsa qilishingizni xohlardim sizni. O'sha ochiq spacelarga qarab qanaqa, nima deydi, so'z kelishini predict qilish. Masalan, unchalik 100% vanga bo'lishi shart emas. Prosta qaraysizda aytasiz, masalan, Tomni adresini so'rayapti. Tom's address is deydi. Masalan, probel, ya'ni open space, nimadir street deb turadi. Siz o'sha street nomini topishingiz kerak. O'shani qanaqa qilib predict qilasiz? Prosta yoniga o'sha narsani and yozib qo'yasiz. Bu yerda noun keladi. Masalan, agar verbli narsa bo'ladigan bo'lsa, siz bu yerda verb keladi yoki adjective keladigan bo'lsa, adjective keladi deb yozib qo'yasiz. Masalan, bizning situatsiyamizda, masalan, juda ham silly example'imizda Tom Street is deydi, o'sha open space va qanaqa street bo'lishi mumkin? O'ylab qarashingiz noun bo'ladi ko'pincha. Masalan, Wall Street bo'lishi mumkin yoki O'zbekiston Street bo'lishi mumkin yoki yana qanaqadir street bo'lishi mumkin. O'shanaqa qilib siz uni predict qilib prosta noun deb yozib qo'ysangiz, bu sizga nimaga yordam beradi? Imtihon vaqtida eshitadigan vaqtingiz aynan mana shu yerga qanaqa so'zga siz fokusingizni berishingiz kerak. O'shanisiga yordam beradi. Masalan, nounga qo'yib qo'ygan bo'lsangiz, значит bu yerda noun keladi va siz ko'proq nounlarga e'tibor berishni boshlaysiz va o'zidan-o'zi miyangiz ko'proq nounga e'tibor bergani uchun kerakli javobni eshitishingiz va topishingiz juda ham oson bo'ladi. Va guessing aynan shunaqa ishlaydi va ochiq, masalan, open space, open questionlarda shu narsani ishlatishingizni xohlardim. Bu ham juda ham ajoyib yo'l listeningizni yaxshilash uchun. Xo'p, mana shunaqa tiplar va maslahatlar edi. Men o'zim qo'llaganim va menga yordam berganim. Va kommentariyada agar qanaqadir yana savolingiz bo'lsa, iltimos yozib qoldiring. Ularga javob berib, yana foydali bo'lishga harakat qilaman.
va keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'ling. Obuna bo'lib, like bosishni esdan chiqarmang. Xayr.